Tak, ovozimiz xudo xohlasa zo'r, hamma yoqda tekshirib oldik. Inshaalloh sekin haftalik tahlil boshlasak bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli treyderlar, ya'ni Picasso YouTube kanalidagi obunachilar. Hammalaring yaxshimisizlar? Savdolaring yaxshi bo'lyaptimi? Tak, bugungi tahlilimiz, ya'ni haftalik tahlil bo'ladi. 27-may 5-oy 2025-yil, ya'ni haftalik tahlil desa ham bo'ladi. Buning ichida ko'p narsani ham tushuntirib o'tib ketaman. Xudo xohlasa anchadan beri haftalik tahlil chiqqani yo'q edi, chunki bozor o'zi susligini hisobiga tahlil berishga to'g'risi qandaydir o'zi xohlamadim ham desam ham bo'ladi, chunki bozor polka kasha qilib yubordi. Dixvadi ham to'g'risi juda teparoq kutgandim, lekin juda pastroqqa tushib ketib qoldi. Maksimal darajada o'zi bu zonalar kutgandim. Lekin bu bizdagi haftalik tahlilni qilamiz hozir, xudo xohlasa. Shu haftalik oylikdan boshqa analiz qilamiz. Shu bo'yicha xudo xohlasa bitta ko'ramiz, nasib qilsa. Tak, unda analizlar boshlasak bo'ladi. Qisqa va lo'nda cho'tka analiz qilsak, bu o'zimizga ham foydali bo'ladigan umiddaman. Tak, DXYdan boshlaymiz. Ya'ni DXY bizdagi haftalik IFV'dan juda ham chiroyli reaksiya oldi. Va reaksiya olgandan keyin biz daily time frame'ga tushib kelamiz va daily time frame'ga o'zi aslida bu order block kutilgandi, lekin bu order block kelmadi. Sababi o'zi haftalik bizdagi IFVga zonani o'zi 50% dan chiroyli reaksiya oldi va ko'rib turganlaringdek o'sha pastga qarab harakatlanib ketdi. Xo'p, buni biz o'chirmaymiz, gap yo'q. Haftalik IFVga deb olsak, bu o'zimiz uchun ancha foydali bo'ladi. Xo'p, endi dars kuzatamiz. Dars kuzatadigan bo'lsak, bizdagi IFVga zonadan bozor chiroyli reaksiya oldi va pastga qarab chiroyli sho'ng'i beryapti desa ham bo'ladi. Va bizdagi ko'rib turganlaringdek juda ham chiroyli sell side tochka bor. Va bu sell side'ga bozor ko'rib turganlaringdek gapdan, shu IFV'dan, FV'lardan reaksiya olib tushyapti va bizdagi keyingi zona order block bor. Va undan tashqari chap tomondan tortib kelsanglar IFVga bor mana. Order block plus IFVga narxni orqaga qaytarishi juda ham kuchli zona hisoblanadi va keyingi kungi svecha chiqqanda hozir bozorda o'zi kun yopilganda tahlil qilyapti, ya'ni o'zi O'zbekiston vaqti kechqurun yozyapman buni oldindan tayyorlanib boshqa narsa emas, prosta bu hafta ham xudo xohlasa yaxshi bo'lib qolishi mumkin, lekin juda ham og'ir hafta. Buni hozir man sizlarga ko'rsataman. Forex Factory kalendariga qarasanglar ham mana o'sha 26 bank holiday rasvo bo'lib ketdi, hamma yoq USD. 27-chi mana bugun 27 bo'lsa, mana bugun ham o'sha yangilik yo'qda. Bu degani bozor sus degani-da. O'sha 28 ga o'tdi, mana 28 ham USD ga faqat kechqurun FOMS bor. 29 mana o'sha CFlarga bank holiday, yevrolarga bank holiday. O'sha kasha bo'lib ketganda, o'sha 5:30 da bitta keyin yangilik bor ekan. Endi mana shu payshanba bitta qarab ko'rsa bo'ladi. New York o'shanda ham, London emas. Endi juma London o'zi umuman ishlamayman. Juma kuni New York yana bitta qarab ko'rsa bo'ladi. Shun bilan ponni rasvos chiqib ketgan hamma yo'qdi. Bu o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar, lekin qo'limizdan kelgancha haftalik tahlil qilamiz. Bozorni qanaqa analiz qilishimizni o'zingizlar ham o'zi haftalik tahlil bilan bitta ko'rib olsanglar bo'ladi. Bizda bozor hozircha juda chiroyli sell side'ni yechdi. Ko'rib turganlaringdek, o'zi OT torsish qilib bayga o'zgarish yo'qmi? Paka unaqa narsa yo'q. Bizda ko'rib turganlaringdek, o'sha FVga zona ham qoldirdi. DXY daily time frame'dagi analizlar bilan bolalar. Endi ertangi svecha balkim bunday bo'lib ketar, balkim bunday bo'lar. Ikkosidan bittasi bo'ladi, baribir. Buni ham bozorga qarab kuzatib, London tepaga chiqib bersa, New York olib tushib bersa, shunaqa power ostriylar qilib, vaqt naqalarga qarab, yangiliklarga qarab ishlaydigan joyi. O'zi bu hafta to'g'risini aytsam, shaxsan mani o'zim tavsiya bermayman ishlashni, lekin qo'limdan kelgancha analiz berishga harakat qilaman, xudo xolasa hammaga. Xo'p, endi 4 soatlikka o'tadigan bo'lsak, 4 soatlikdagi o'sha order block zonalar bu yerlar bo'lyapti, undan tashqari FVga zonalar batlar bo'lyapti. Va undan tashqari bizda juda ham chiroyli o'sha MMXM modeli bor. MMXM bo'yicha juda chiroyli model bergan, ya'ni tepada yaxshi PDR zonadan reaksiya olgan, karobka, bam pastga. Uni kutamiz-da, endi xudo xohlasa buni o'chirib turadigan bo'lsak ham bolalar, qaranglar, bizda hozir chiroyli sell side olgan, shuning uchun juda harakatlanyapti. Undan keyingi chiroyli sell side tochkamiz bu tochka bo'ladi va bu tochkadan xudo xohlasa OT tortadigan bo'lsak, OT'imizdan sekin bu o'zi reaksiya olib, shunaqa qilib harakat qilsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi.
Mana bunaqa ssenariylar ko'rsa, endi chizib ko'rsatganda shunaqa qilasiz mana. Tak что shunaqa qilsak, xudo xohlasa OT zonalardan, shu zonalardan sekin mana shu zonalardan reaksiya olib pastga tushadigan bo'lsa, reaksiya olishiga keyingi impulsdan keyingisiga biz qo'shilib, xudo xohlasa sekin savdo qilib olsak bo'ladi. Tak, 1 soatlikka olib o'tadigan bo'lsak, 1 soatlikdagi o'sha zona tepadagi mana bu zonalarga to'g'ri kelyapti. No, bu zonaga chiqmay qolishi ham mumkin. Kuzatamiz endi bag'ri dushanbalarga. No, bizda hozircha normalniy hujum qiladigan tochkamiz baribir DXY bu sell side zona bo'ladi. Chunki hali bayga setup ko'rmadim va o'zgargan ko'rmadim. Qachon bayga o'zgartiraman o'zimni? Ya'ni bu sell side yetmasdan SMT bersa va Mohayda tepasida yopilsa, misol uchun mana FVGni hurmat qilmasdan bunday ketadi-yu. Mash ketganda ham men hech qachon diqqat qilmayman va bitta qaytishiga metdagi FVG zonalardan tiqaman DXYda va shunda o'sha funt yevrolarda sel kiriladi. Ungacha hozircha shoshmayapmiz. Hozircha bizdagi kerakli tochka shu sell side tochka bo'ladi. Bu esinglarda turib tursin. Xo'p, yevroga haftalik tahlilga o'tamiz. Haftalik tahlilga o'tsak, bizda bu yerda breaker bor edi. Bu breaker bizga chotki bo'lib ishlab berdi. O'z order blok ham bo'lib ishlagan ekan. No, bu buzilib o'tilganiga men bunaqa seriyozniy hisobga olmadim, to'g'risi. Ko'rib turganlaringdek juda ham chiroyli ssenariy bo'lgan ekan. Premium diskountga tushganmi? O'zi oxir paytlar tushmayapti ham. Da, premium diskount tortadigan bo'lsak, bizni diskount zonamizga narx tushdi va reaksiya oldi va bizdagi endi ataka qiladigan zona tepadagi zona bo'ladi. Daily'ga oladigan bo'lsak, Daily'da ko'rib turibsizlar, mana reaksiya olgan tochka. Shu MMX modeli bo'yicha bay ishlab borsa, bemalol bo'ladigan joyi bo'lyapti. Buni ham endi kuzatamiz. Ertaga bizdagi qaytaruvchi zona bu order blok bo'ladi va ko'rganlaringdek FVG tochka bo'ladi. Shu tochkalar tepaga yurg'izib borsa, bizga ishkalat bo'ladi, xudo xolisa vaziyatga qarab ishlagan. No, kuzatamiz, baribir vaziyatga qarash kerak. Juda ham musur holat. Lekin bizda juda ham modellar chiroyli yaralgan, ya'ni MX modeli bo'yicha ko'rib turibsizlar. Korobka narx impuls bilan tushgan, bu yerlarda SMT bergan, PDRlarga kelgan narx ko'rib turganlaringdek mana reaksiya olgan, bag'iga OT tortadigan bo'lsak, mana chiroyli reaksiya olgan OTdan. Bizdagi zonalar, ya'ni o'sha ishlaydigan zonalar ishlayapti hammasi. Mana ko'rib turganlaringdek hammasi ishlab ketyapti. Endi bizdagi zona mana order blok bo'lishi mumkin, ya'ni bu zonaga bitta tashab turib, keyin tepaga qarab bam bo'lsa, menimcha shunda biz ushlab olsak, menimcha yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Buni o'zingizlar uchun ham chizib, bemalol kuzatib o'tirsanglar bo'ladi. Endi qachon qiziqaman, men qachonki mana metdagi low'ni tanasi bilan pastga yopib reaksiya olsa, keyin selga fikrim o'zgaradi, lekin haligacha o'zgarmaydi. Xo'p, funtga oladigan bo'lsak, funt to'g'risi funtga analiz bermoqchi emasman. Sababi haftalikka o'tadigan bo'lsa ham funtda to'g'ri haftalikda tepada misol uchun zona bordir. Okey, bunday qilaylik. Mana zona bordir, lekin qandaydir men haftalik baqacha ishlash juda ham uzoq deb o'yladim, chunki bizda eng yaqin o'rtadagi juda ham chiroyli zonalar, bu zonalar edi. Ko'rib turganlaringiz buni olib qo'ydi. Endi balkim mana bu zonalargacha ishlab ko'rarmiz. Kuzatamiz endi. Eng yaqin buy side tochka shu bo'lyapti-da endi hozir bunga. Demak bo'lmasam bizda ertaga nima bo'ladi? Ertaga yana shu ertaga emas, qachanda mana shu FVga tushib sekin reaksiya berayotganda, menimcha bunday bo'layotganda kimday qilib ishlasak bo'ladi. Shunda idealroq bo'ladi deb o'ylayman shaxsan men o'zim. Lekin men 4 soatlikda ijtimoiy ko'rmadim. Daily'da shunaqa ssenariy endi ijtimoiy ko'rmadim ham qanaqa? Men xolamadim to'g'risi 4 soatlik tushib. Daily'da o'zi funtda o'zi menga mashina o'zi yetarli bo'ldi, ya'ni o'sha 375.00 tochkalargacha ishlash uchun. Xo'p, endi Nasdaqga keladigan bo'lsak, bu FVga men anchadan beri kutgandim Nasdaqda. Ya'ni mana shu tochkaga keladigan bo'lsa, reaksiya bersa qiziqib ko'rsak bo'ladi degandim, chunki sababi esinglarda bo'lsa, Nasdaqni mana shu yerdan boshlab aytib kelinadi, ya'ni bay ishlaymiz tepaga deb. Buni analizlardan ham o'zingizlar yaxshi bilasizlar, sababi bizda mana gaplar chotki hurmat qilinib kelgan. Undan tashqari mana bizda yana meta FVGlar mana ko'rib turganlaringdek, buni o'zingizlar ham testlab ko'rasizlar. Undan tashqari yana bizda meta FVGlar mana hamma narsa chiroyli reaksiya olib juda ham chiroyli model yaralgan edi, ya'ni IFVGdan ham chiroyli reaksiya olgan va oxirgi bayni ushlab oladigan tochkamiz bu FVG bo'ladi, ya'ni bu sell side yetgandan keyin deb necha marta aytdim va shu narsa bo'lyapti ekan. Hozir ham menda xuddi shunaqa ideya,
ya'ni shu saytga hujum, ya'ni pastga umuman ishlamoqchi emasman. Nasdaqni bilasizlar, 9,5 dan keyin bitta qarasizlar entry beradi, ya'ni qaysidir bitta zonadan reaksiya oladi va o'sha zonadan reaksiya olgandan keyin sraz yana bay qiziqib borsa bo'ladi. Ya'ni misol uchun 1 soatlik moni oladigan bo'lsak, mana bizda tepadagi, ya'ni hozirgi zona bo'lsa, уже mana bu pastga tushib turib, bu yerdagi sell saytlarni yechgandan keyin va sekin reaksiya oladi-ku, siz gap yo'q, men order blokdan kirmang. Men order blokdan kirmang. Chiqish ketib qoldi. Mana men order blokdan kirmang. Bundan reaksiya oladi-ku, mana reaksiya olgan. Reaksiya olgandan keyin bitta qaytishiga suqing. Mana bunaqa zonadan. O'sha idealroq bo'ladi. Ya'ni bizdagi keyingi maqsad mana shu tochka bo'ladi. Mana order blokdan tepaga buy bo'ladi. Tak, oxirgi endi zona shu-da, endi qolganlari olinganda, buni mana hammasi olingan. Uje bu yerda SMT ham bergan bo'lishi kerak o'zi. Yaxshilab qaraydigan bo'lsak, SMT ham berib qo'ygan. Ko'ryapsizlarmi? Mana SMT ham berganda, mana ko'ryapsizlar, mana bu yechgan, chiroyli SMT berib qo'ygan. Shu bag'iga Nasdaqga ham to'lka buy ideya qilsak bo'ladi. Ya'ni qattan bizda 4 soatlik FVG bor, mana ko'rib turibsizlar. Mana shu FVGdan xudo xolasa bam. Esinglarda bo'lsa, bu ssenariyni anchadan beri aytib kelaman. Ya'ni mana mashittaligida aytganman. Buni kuzatinglar, yana qaytaraman, yana kuzatinglar, yana e'tiborliroq bo'linglar. Bizda hozir sell saytlarda SMT bor va oxirgi zonalarimiz bu zonalar bo'ladi. Ya'ni order block i FVG tochka. Bu zonadan yana tepaga qarab uchiramiz xudo xolasa Nasdaqda. Buni ham vaqtlariga qarab. Endi Bitcoin keladigan bo'lsa, Bitcoinni men aytib bo'lganman, oldin ham aytaman. Bizdagi 1 2 3 4 tepalar shular bo'lgan va narxni o'zi bilganlar biladi. Narxi mashittaligida men aytganman sizlarga, ya'ni mash tochkadaligida men aytganman, buy saytlarga hujum qilamiz deb. Buni analizi bozorda ham bor. Bu bozorda emas, kanalimda bor. Kanalimga o'tsanglar, ko'rsanglar bo'lar. Oldingi adashmasam o'zi hisoblaylar-da, mana bu yerdan qancha 1 2 3 4 5 6 xullas bir kunlik hisoblasanglar, bir 2 oy orqaga meni kanalimga o'tsanglar, mashitdan mashnaqa tizib turib berilgan. Ya'ni mashnaqa bunaqa qilib tizib, bunday qilib o'zimcha tizib ko'rsatib qo'yganman, ya'ni buy sayt tochkagacha ishlaymiz deb. Xo'p, endi hamma kutgan tilloga keladigan bo'lsak. Xo'p, tilloda bizda hozircha o'sish. To'lka o'sish deganda bu faqat buy ko'riladi desa ham bo'laveradi. Ya'ni sellni esdan chiqarib tursangiz bo'laveradi. Chunki sababi esinglarda bo'lsa, men order blokdan men aytganman, ya'ni reaksiya berishni boshlasa buy ishlaymiz va buni o'zinglar ham bilasizlar, market maker modeli bo'yicha ham tiqqanmiz. Endi mana bu yerdagi hozircha bizda reaksiya olib ketdi. Demak, bizdagi oxirgi zona kichkina time frame ga o'tamiz, ya'ni kichkina time frame dagi modellarga o'tamiz. 4 soatlikka o'tadigan bo'lsak, qaranglar. 4 soatlikda bizda bu yerda FVG tochka bor. Uzag'i mash FVG tochka bizga buyga imkoniyat bo'ladi, bolalar. Ya'ni tilloda ishlab olgani. Chunki esinglarda bo'lsa, H1 dagi analiz berib bo'ldim. Ya'ni mana bu H1 dagi analiz. Narx mettaligida, mana buni eslab qolinglar. Narx mashittaligida men mashina berganman, ya'ni ketgandan keyin buy ishlaymiz. Buni oddiy postesini ham kanalga tashlaganman, buni ko'rsataman. Ya'ni MMXM modeli bo'yicha ideal ketyapti va bizdagi tepa zona bu zona bo'ladi va ikkinchi tepa zona 3,5 ming zona bo'ladi. Tepadagi zonalar bo'ladi. Buni oldindan tashlab aytgandim, ya'ni buzib o'tgandan keyin qaytishiga mana shu oranjiy zona bizdagi narx tepaga o'tadigan zona bo'lardi. Afsus, bu zonaga narximiz kelmadi. Lekin Telegram kanaliga o'tadigan bo'lsanglar, xo'p, adashmasam mana o'sha kirgan tochkamiz 1 soatlik FVG va bu 4 soatlik analizlarida mana dop postlaylari. Undan tashqari mana ko'rib turganlaringdek, bu yerdagi esinglarda bo'lsa FVG mana do postle. Mana bu tochkadagi FVG, haligi zona tizgan zonamiz 1 soat H1 dagi zona va bu zonamizdan hozircha men hisoblab beraman, ideal reaksiya olgan. Va undan tashqari Telegram kanalida bunaqa ma'lumotlar ham berib turamiz. Bu ma'lumotlar mana bularga to'g'ri keladi, mana ko'ryapsizlar. Bu MMXM modeli bo'yicha qisqa va londa juda ham chiroyli model desa ham bo'ladi. Tak, endi punktga keladigan bo'lsak, bu aytgan zonamizdan ya'ni 2010 pips yurib bo'ldi. U degani bir lot tiqqaningizda 21 ming degan, 21 ming dollar bor degani edi, misol uchun aytganimda. Va ko'rib turganlaringdek, bugungi analizlarim va hafta davomidagi bo'ladigan analizlar menda hozircha shulardan iborat akalar. Xudo xolasa hammaga hafta omadli kelsin. Hamma ishlariga rivoj.
Picasso YouTube kanalidan hech qachon uzoqlashmanglar, xudo xolasa. Bundan bag'aga bozorda holatiga qarab nimaki yaxshi naqalar bo'lsa, yangiliklar bo'lsa, обязательно bo'lishga harakat qilaman, xudo xolasa. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar va Telegram kanaliga o'tib qo'yish esingizlardan chiqmasin, chunki Telegram kanalda vaziyatga qarab kunlik ideyalar har doim beriladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.